bitta kichkina savol beraman, oddiy. Shu paytgacha og'zaki kelishuv bilan qarzga mahsulot yoki pul berib eng katta yutib turgan summangiz qaysi? 4 million. $100 berganman uzoq. 1,5 million. Uxlatgansiz. Yo'q, olgan. Berganman. Seshanba beraman deya, alan yuribdan. Nechinchi seshanba bu? Shu 9-seshanba menimcha. Ko'rayotgan bo'lsang qarzing ber. Hozir $1000 ololmayman. Yo'q. Yo'q, unaqa ish bo'lmagan. Umuman. Yo'q. Qo'l, o'z qarz hech berganmisiz? Beriladi, endi Qaytgan. qaytadi. Katta summa berilmaydi uncha. 2 millionlar bo'lsa kerak. Hammazda og'zaki kelishuv qilingan. Ha, og'zaki bo'lgan. Hech qanaqa do'g'ursiz, og'zaki kelishgansizlar, qanaqadir miqdorda pul bergansiz va qaytarib ololmagansiz. Shunaqa holat bo'lganmi? Yo'q. Umuman. Hayotingiz davomida. Qarz, demak siz uxlatgansiz. Manman. Naborot biz beruvchimiz. To'g'risi biz beruvchimiz. Hammasi qaytgan. Yo'q, men unaqa qilmayman, unaqa. Qarzga bermaysizmi? Men yo'q. Beraman, bo'ldi, unutib yuboramiz. Ah. Biz shunaqa yo'ldamiz. Biz o'zi nimaga bu videoni olamiz? Bizda Hesab degan ilova bor. App Store yoki Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi va u sizga toza yuridik kuchga ega bo'lgan shartnoma qilib bera oladi. Ya'ni bu kim bilan o'rtalarda oldi berdi, qarz, nasiya bo'layotgan bo'lsa, u shartnoma sudda bemalol dalil bo'lib beradi sizga.